Assalomu alaykum. Bugungi odam anatomiyasi fanidan video darsimizning mavzusi endokrin tizim. Endokrin tizim gormonlar ishlab chiqaradigan bezlardan iborat. Gormonlar tanadagi kimyoviy xabarchilar hisoblanadi. Ular ma'lumot va ko'rsatmalarni bitta hujayradan ikkinchi hujayraga o'tkazadi. Endokrin tizim tanamizning deyarli barcha hujayralarida, organlar va funksiyalarida ta'sir qiladi. Sekretsiya bezlarimiz 3 ta qismdan iborat. Ya'ni bular tashqi sekretsiya bezlari, ichki sekretsiya bezlari va aralash bezlardan tashkil topgan. Tashqi sekretsiya bezlarimizga ter, yog', sut, so'lak, oshqozon va ichakdagi hazm bezlari, ichki sekretsiya bezlarimizga esa gipofiz, epifiz, qalqonsimon, qalqon oldi, buyrak usti va ayirsimon bezlar kiradi. Aralash bezlarimizga esa oshqozon osti, jinsiy bezlar va jigar kiradi. Endokrin tizim nima qiladi? Asosiy savol o'rinli hisoblanadi. Bu endokrin bezlar gormonlarni qonga singdiradi. Bu gormonlar tanadagi boshqa qismlariga, hujayralarga kirishga imkon beradi. Endokrin tizimdagi gormonlar kayfiyat, o'sish va rivojlanish, organlar faoliyati, metabolizm va ko'payish boshqarishga yordam beradi. Endokrin tizim har bir gormonning qancha miqdorda chiqarilishi tartibga soladi. Bu allaqachon qondagi gormonlar konsentratsiyasiga yoki qonda kalsiy kabi boshqa moddalarning konsentratsiyasiga bog'liq. Stress, infeksiyalar va qondagi suyuqlik, minerallar muvozanatidagi o'zgarishlar kabi gormonlar darajasiga ta'sir qiladigan ko'p narsalar mavjud. Endokrin tizim qaysi qismlardan tashkil topgan? Tananing gormonlarni ishlab chiqaradigan ko'p qismlari mavjud bo'lishiga qaramay, inson endokrin tizim tashkil etadigan asosiy bezlar quyidagilardan iborat. Bular gipotalamus, gipofiz, qalqonsimon bez, paratireoid bezlari, buyrak usti bezlari, qarag'ay bezi, tuxumdonlar va moyaklardan iborat. Gipofiz bezi, bilamizki, gipofiz bezi bu tur o'sha odam tanasida bosh qismining o'sha tur egarchasi qismida joylashgan. Bu asosan shakli no'xatsimon shaklda, massasi 0,5-0,6 gramm tashkil etadi. Bu 3 ta qismdan iborat. Bular oldingi, oraliq hamda orqa bo'laklardan tashkil topgan hisoblanadi. Oldingi bo'lagi 70% ga yaqin o'sha 70% ni tashkil etadi. O'rta bo'lagi 20% va orqa bo'lagi 10% tashkil etadi. Oldingi bo'lak gormonlar ishlab chiqaradigan gormonlar bilan somatotrop, ular suyaklarning rivojlanishi, tireotrof qalqonsimon bez ta'sir etadi. Adrenokortikotropin bu buyrak usti bezlari, prolaktin sut bezlari, gonadotropin ular jinsiy bezlar faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Oraliq bo'lak gormonlar esa melanotropin, ya'ni teri pigmentatsiyasiga faol ishtirok etadi. Orqa bo'lak gormonlar esa oksitotsin, bu bachadon funksiyasini boshqarishda katta ahamiyatga ega va vazopressin, bu buyraklarni rivojlanishiga ta'sir qiluvchi gormonlar. Qalqonsimon bez, buning o'sha joylashuvi bo'yinning oldingi qalqonsimon tog'ayin yopib turadi. Massasi 5-10 yoshli bolalarda 10 gramm, kattalarda 25-30 gramm tashkil etadi. Ajratadigan gormon tireoksin. Ahamiyati bu moddalar almashinuvini kuchaytiradi, nerv qo'zg'aluvchanligini orttiradi, qon aylanish, ayirish va hazm qilish ishini o'sha boshqarishdan iborat. Qalqonsimon bez kasalliklari bu kretinizm, miksedema, gipertireoz va tireotoksikoz kasalliklari keltirib chiqaradi. Qalqonsimon bez kasalliklari, qalqon oldi bez joylashuvi, qalqonsimon bez oldida bez to'qimasida botib kirgan, massasi o'sha 4 ta bo'lakda umumiy massasi 100-150 gramm tashkil etadi. Ajratadigan gormoni bu parat gormonini ajratadi. Ahamiyati bu suyaklarda va qonda kalsiy va fosfor muvozanatini saqlashdan iborat. Qalqon oldi bezi bu o'sha giperparatizm, ya'ni agar qonda ko'payib ketib qolsa, kalsiy ko'payadi va suyaklar yumshaydi, deformatsiyaga uchraydi, nerv muskul qo'zg'aluvchanligi pasayadi, muskullar bo'shash, tez charchaydi. Gipoparatizm bu qonda kalsiy kamayadi, nerv muskul qo'zg'aluvchanligi ortadi, qovoqlar pirpiraydi va tutqanoq tetaniya vujudga keladi. Buyrak usti bezi, bu joylashuvi buyraklarning ustida joylashgan,
o'sha ikkita bo'lakdan umumiy massasi 10-20 gramm tashkil etadi. Piramidasimon 5 to'qimasi po'stloq hamda mag'iz qavatlaridan tashkil topgan. Ajratadigan gormonlari bu po'stloqdan glukokortikoid, ya'ni mineral kortikoid, androgen va estrogen gormonlarini ishlab chiqaradi po'stloq qavati. Mag'iz qavati esa adrenalin va noradrenalin ishlab chiqaradi. Ayirsimon bez bu joylashuv ko'krak qafasining ikkala o'pkaning o'rtasida joylashgan. Chaqaloqlarda buning og'irligi 12 grammni, 14-15 yoshga yetgan bolalarda esa 30-40 gramm tashkil etadi. Ajratadigan gormoni bu timozin ajratadi. Ahamiyati jinsiy funksiyani pasaytiradi, limfositlarning hosil bo'lishini demak kuchaytiradi. Me'da osti bezi asosan joylashuv oshqozon orqasida, birinchi bel o'rtasi ro'parasida joylashgan. Me'da osti bezining massasi 70-80 gramm tashkil etadi. Uchta qismdan bosh, tana hamda dum qismlaridan tashkil topgan. Me'da osti bezi ishlab chiqaradigan fermentlari tripsin, lipaza, amilaza, gormonlar esa insulin, glukogen hamda gastrin gormonlarini demak ishlab chiqaradi. Oshqozon bezi endokrin tizimning bir qismi bo'lib, shuningdek ovqat hazm qilish tizimini anglatadi. Buning sababi u gormonlar qon oqimiga chiqaradi va sekresiya qiladi. Shuning uchun ham ovqat hazm qilish tizimida fermentlarni ishlab chiqaradi va parchalash amalga oshiradi. Gipotalamus miyaning pastki markazida joylashgan, endokrin tizimni asabsiz bilan birlashtiradi. Gipofiz bezi bosh suyagining tagida joylashgan bo'lib, nuqatsimon ko'kimiz kichkina bo'lishiga qaramay, gipofiz bezi ko'pincha asosiy bez hisoblanadi nom bilan. Qalqonsimon bez bu pastki bo'yning oldida joylashgan. Bugungi video darsimiz endokrin tizim bo'yicha odamlar to'yib shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.